Bugun xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan aloqalarni mustahkamlash va ularning milliy qadriyatlarimizga bo'lgan qiziqishini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan amalga oshirilayotgan Chinor loyihasi ham ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Kuni kecha poytaxtimizda loyihaning joriy yilgi mavsumiga start berildi. Unda turli mamlakatlardan kelgan vatandoshlar jam bo'lib, bir qator tadbirlarda ishtirok etishdi. Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan tashkil etilgan Chinor loyihasida Turkiya, Tailand, Koreya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalaridan 73 nafar vatandoshlar ishtirok etishmoqda. Turkiston viloyati Sayram tumanida dunyoga kelganman. Qozog'istonda yashovchi o'zbek millati fuqarosiman. Millatlar orasidagi, davlatlar orasidagi do'stlik rishtalarimiz uzilmasin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Samatullo Ro'ziyev mana 50 yildirki Rossiyaning Tomsk shahrida istiqomat qiladi. Otaxonning aytishicha, u bu shaharda yashaydigan o'zbeklar orasida tilimiz, madaniyatimiz va san'atimizni targ'ib etib kelmoqda. O'zimiz yoshlarga o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini o'rgatishi to'garagini ochdik. Yosh kattalar uchun ansambl O'zbekiston madaniyatini, raqqosalarni o'rgatish bitta ansambl tashkil qildik. Yoshlar uchun g'uncha ansamblini tashkil qildik. Yaqinda bizning ansamblimiz Xorazm viloyatida Lazgi festivaliga qatnashishga muvaffaq bo'ldik. Mazkur vatandoshlarimiz ko'p yillardan beri xorijda istiqomat qiladi, lekin shu bilan birgalikda ko'p sohalarda faoliyat olib borishi bilan birgalikda o'zbek tili, madaniyati, urf-odati va qadriyatlarini saqlash borasida ko'p ishlarni olib borishgan va ular mana shu mehnatlarini bir qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlash maqsadida ham shu bilan birgalikda yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, yangi avlodlarga mana shu ma'lumotlarni berish ko'zda tutilgan. Mazkur loyiha doirasida xorijdan kelgan vatandoshlarimiz O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Timuriylar tarixi davlat muzeyi, Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi, Abdulla Qodiriy uy muzeyi va Samarqanddagi Imom al-Buxoriy majmuasi va boshqa bir qator tarixiy obyektlarni ziyorat qiladi. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.